Diqqat qiling, ajoyib yangilik 8-mart munosabati bilan xotin-qizlarga bayram tuhfasi beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq, tahorat buzilish holatlarini tez va samarali davolashga yordam beradi. Jinsiy quvvatni ham sezilarli darajada oshiradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling, 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish mutlaqo bepul. Diqqat qiling, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov 8-mart munosabati bilan xotin-qizlarga 60 manat pul berishni buyurdi. Bu davlat kursi bo'yicha $17, qora bozor kursi bo'yicha esa $3 tashkil etadi. Pul sovg'alari 2-martdan 6-martga qadar mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, muassasa va tashkilotlarda ishlayotgan ayollar va qizlarga, shuningdek pensiya va davlat nafaqasi oluvchilarga barchasiga beriladi, deyiladi xabarda.